Bu videoda o'zini vatanida farzandlarini, ahli oilasini, ota-onalarini tashab, ulardan kechib Rossiyaga borib, uylanib, ana shu joylarda qolib ketayotgan yoki shu chet elga chiqib uylanib, ota-ona va yaqinlarini unutib yuborayotgan insonlarga bir yetkazib qo'yamiz va maksimalni ko'rib, bittadan like bosib, izohlarda o'zlaringizning fikrlaringizni yozib o'tib ketasizlar. Hammaga rahmat. Marhamat, eshitamiz. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Men YouTubedan Azimov kanalidan Alisher blogerman. Oldindan uzr bezovta qilyapman. Opa, bir muhim masalada sizga bir murojaat qilyapman. Yaqinda menga bir yoshlar 70 ga borib qolgan otaxon, o'sha O'zbekistonlik Surxondaryo, Qashqadaryolik otaxon murojaat qilib chiqqan edi. Ana shu o'g'lim Rossiyaga, Sankt-Peterburgga ketib yo'qolib qolgan. Mana endi mana bolalar Hasan, Zuhro Abdul Shafiyman. O'zbekiston Surxondaryo viloyatidan Sarosiyo tumanidanman. Va alaykum salom. Yaxshimisiz, durustmisiz, akamisiz, ukamisiz? Bu Abu Bakrni men taniyman. Avot. Men bu kishi bilan 4 yil yashaganman. Bitta farzandim bor. Bu bilan ajrashib ketganimga men 6 yil bo'ldi. 6 yil oldin men 4 yil yashaganman. Bitta farzandim bor. To'g'risini aytaman. Bu men bilan yashab turib, menga xiyonat qilib, Astraxanga ketgan. Shu bo'yicha yo'qolib ketdi. Men shu inson bilan 4 yil yashagan bo'lsam, men buni Abu deyman. Shafiflarning oilasini, допустим, hammasini yaxshi taniyman, yaxshi tushunaman. O'sha eng kichkina farzandlari tug'ilganda bu tashab kelgan, shu bilan qaytib bormagan uyga bilaman. Meni yonimdan chiqib Astraxanga bir jo'rasi bilan ketdi, shu bilan qaytib kelmadi. Aloqani ham uzdi men bilan. 3 xil 4 xil nomerlardan telefon qilganda men ko'tarmadim, men so'kib tashladim. Ketdingmi? Orqaga qaytish yo'q. Men senga joy ham bermayman, meni yonimga ham kelma dedim. Men bitta farzandimni o'zim katta qilib olaman dedim. Kim sizga aytgan bo'lsa, Sankt-Peterburgga ketdi deb, yo'q, ketmagan. Ana shunday 2017-yilda ajrashib ketdi-da, bu yerdan chiqdi, uyimga borib kelamanda, kelginsiga Astraxanga tog'larim, qarindoshlarim bor deb menga yolg'on gapirib, nasam deli bitta tatar qizga ergashib qolgan ekan. Ana shu tatar qiz bilan bilet olib, poyezd bilan Astraxanga ketdi. Xudo bilib turasizmi? Men ashunga aytganman, u Astraxanga ketgan. Shu yerda Astraxanda qayerdadir, Dashniy posyolkada o'sha tatar xotini bilan yashayapti. Evda hech qanday uni qarindoshi ham yo'q u yerda dedim. Va-первых, men 4 yil yashaganman. Umuman meni Astraxanda tog'am bor deb gapirmaganda bu temada. Ishonmasdim-da. Farzandlaringni ko'rib kel, ota-ona g'animat, bu dunyoda borib ko'rib kelmaysanmi desam, ha, boraman deb, ana shu bo'yicha o'sha Astraxanga ketgan bo'yicha yo'q bo'lib ketdi. Men u nomerlarni nechta nomerlardan telefon qilgan bo'lsa, chorniga tiqib tashlaganman, Odnoklassnikdan, WhatsApp, Telegramlardan yozgan vaqtida hamma joydan chorniga tiqib tashlaganman. Xudoga shukr, meni farzandim hozir 3-sinfda o'qiyapti, katta bola bo'lib qoldi. Dadam qani deydi? Dada endi nima, Podmoskvada ishlayapti deb qo'yaman, aytmayman. Telefon qilmaydimi dadam deydi. Telefoni yo'q otangni deb qo'yaman. Neki taqdirimga tan berib yashab kelyapman. Neki menga ota-onasi haqiqatdan ham jalka, prosta-da. Ota-ona bu dunyoda вообще mehmonda, ular biz uchun ota-ona. Qani men ota-onam bo'lsa, men oyog'im tagiga 5 vaqt namoz o'qirdim. Jalka yo'q menda o'shalar. Sankt-Peterburgga hayotda bormagan. Shu 2017-yilda shu yerdan meni yonimdan chiqib ketdi. Men javobimni berdi, ajrashdik, ketdi, Astraxanga ketdi. Biletini ko'rgan edim, ama Astraxanga poyezdga bileti bor edi. Shu kuni oluvdi, tog'am chaqiryapti, tog'alarimni yoniga ketyapman dedi. Men aytdim, seni Astraxanda tog'alaring yo'q-ku desam, bor dedi. Shaqa ketyapman dedi. Biletini ko'ruvdim, ama ana shu bo'yicha yo'q bo'lib ketdi neki. Nomerlarni men chorni qilib tashlaganman, aloqani uzib tashlaganman. Всё, meni boshqa oilam bor, meni tinch qo'ygin, telefon qilmagin dedim. Javobimni bergandan keyin o'sha men hech kimman unga-da, u ham menga hech kim-da, to'g'rimi? Juda ham yuragim kuyinadi, achinaman. Juda ham qiyin sharoitda bola 5 ta farzand bilan oilasini tashab kelgan. Ayol kishiga ham oson emas 5 ta farzand katta qilishda. Bu ahmoq kallasini yegan bir tatar xotinning orqasidan ketgan shu. Po'q bosib yurgan qayerlarda. Men YouTube'dan sizni kanalingizni qidirib topa olmayapman. Agar iloji bo'lsa bir silkasini tashlaysiz menga. Assalomu alaykum, xayrli tong, uka, yaxshimisiz, durustmisiz?
ko'rib men bu otasini borku o'zim yig'lavordim, ishoning borku. Hayf. Bunaqa otalarni oyog'ini tagiga namoz o'qish kerak. Hali tirnog'iga buqiga zor bo'ladi bu inson borku. Bu menimcha men 100% garantiya beraman. Shu Astraxanda tog'am bor deb ketgan edi. Bileti bor edi-da shunda. Shu Astraxanda qayerdadir yurgandir. Menga shu ukasining nomerini tashab bera olasizmi? Men ukasi bilan o'tgan yillari ham gaplashib turasdim. Keyin nomeri yo'qolib ketdi, men saqlanib qilmadim. Udalib bo'lib ketganda, iloji bo'lsa shu ukasining nomerini menga tashlayda, men bir aloqaga chiqaydi. Hozir ko'rdim-ku, shunda o'zim yig'lavordim, ishoning bor-ku. Qani meni otam bo'lsa, men namoz o'qisam ayollarning tagiga. Hayf mundaqangi farzanga ota. Yuralarim ezilib ketdi. Ukasining nomerini tashlay, menga iltimos. 100% qo'shinaman, men biroq ko'pchilikka yordam berib kelganman, yordam beraman inshaalloh, qo'ldan kelgancha olman. Men ham shu nomerimni necha yildan beri ishlataman. 15 yil bo'ldi nomerimga-da. Если что aloqaga chiqqan bo'lardi. Bilardim, shu paytda qo'lida bileti bor edi, ketayotganini bilardim. O'zbekistonda oilasi, xotin, bola chaqasi, hammasini bilardim. Vot, men bilib turib unga turmushga chiqqanman, yashaganman 4 yilda, to'g'risini aytaman. Bitta farzandim bor, hech qachon yashirmayman men uni. Hech kimdan Alloh oldida ham yashirmayman. Vot. Lekin topilsa yaxshi bo'lardi. Bechora ota-onasi farzandlarini boshiga borsa, baribir ota kerak-da farzanga. Men hamma chorniga tiqqan insonlarimni chornidan chiqarib, so'rab surishtiryapman. Если что, aloqaga chiqaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, uka, durustmisiz? Men eski nomerimni vasстановить qildim, который вас заблокировать qilib tashlagan edim. Chorni insonlarni topaman desam, o'sha paytda chorni qilib tashlagandimda, urush qilib ajrashib ketgan paytda. No chiqmadi. Chunki men necha yil ishlatgan yo'q edimda, почти 4 yil, 5 yil ishlatmay zablokirovka qilib tashladim. Kecha vasстановить qilib qo'ydirib chornidalarni topaman desam, hech qaysi chiqmadi. WhatsApp ochdim, ammo shu nomerimga ham bo'lmadi. Qo'shib qo'ydim. Vdруг agar shu nomerimni biladi, o'zi yoddan biladi, aloqaga chiqadimi dedim. Oxirgisi shu Astraxanga ketgan, o'shandan keyin kelmagan. Hech qanaqangisi Peter-Meterga ketmaganda buni. Atak uni shu Astraxandan topsa bo'ladi. Yana bilmadim endi. Necha yil o'tib ketdi, kim qayerda yuribdi, eshak. Ota-onasini qiynab azobga qo'yib, yoqda bo'llari